Nazira ko'chadagi mish-mishlarni eshitdingizmi? Dubai House'da hamma narsa qimmat. Hech ham unaqa emas. Misol uchun 369 mingdan indiskiy shtafellarimiz boshlanadi. Egnimdagi Turkiyaniki 599 ming so'm. Bisirlari qo'l mehnati bilan qadab qo'yilgan. Endi bu yoqqa ketaveradi. Dubai ko'ylaklarimiz 1 million 50 minggacha. Dubai ko'ylagini $120, $130 sotishyapti-da. Kelsangiz siz o'zingizga loyiqini tanlab olasiz. Instagramimizga obuna bo'ling va pastga tushing, reelslarni ko'ring. U yerda biz hammasini obzor qilganmiz. Telegram kanalimizga o'ting. Jonli yumaloq video qilib qizlarimiz tashashadi. Ko'rib tanlaganingiz yoqtiring, dastavka qilib yuboramiz. Namanganda dastavka bepulmi? Yo pullimi? Bepul, dastavkamiz ham bepul. Navbatdagi libosim shtapel Turkiya original, razmerlarimiz esa narxini aytdim 599 ming. 46 dan 52 gacha bitta partiya bor. 42 dan 48 gacha yana bitta partiya bor. Qarab qo'ying, siz chaqishyapti. Mana shunaqa rasvetkalarimiz sotuvda, dastavka xizmatlarimiz har doimgidek bepul eslatib o'taman. Kelaverasizlar Afsona tilla bozorida bizning do'konimiz.